Yaponiyadagi men o'qish jarayonida 20 necha yil turish jarayonida izchil ma'rif sohasida ishlab keldim. Bo'libmi uzun vaqtdan buyon xalqaro universitetdan boshqa Katolik dini Qizlar universitetida, ya'ni u yerda xizmat qilganligim uchun Qizlar ma'rifida belgilik tajribalarga ega bo'ldim. Endi bugungi bizningki bu leksiyamizdagi asosli bir tema, ya'ni nihoyatda yaxshi bir temalarni tanlabdi. Qanday qilganda vaqtdan unumli foydalanғаны bo'ladi degan narsada. Bu tema nihoyatda muhim bir tema. İnsan o'ziningki vaqtiga ko'ngil bo'lganda, o'zining hayotiga ko'ngil bo'lgandek bo'ladi. Her bir shaxs, her bir insan o'zining hayotiga ko'ngil bo'lgandek, o'zining vataniga, oilasiga va tuprog'iga ko'ngil bo'lgandek bo'ladi. Vaqtga beparvolik qilganlik o'zining vataniga, xalqiga va oilasiga mas'uliyatsizlik deb qilganlik deb bilindi. Bu yüzünden Yaponlar o'zininki hayotdagi, ya'ni vaqt qarshi alayda bo'lib, bularning vaqt qarshi dunyoning hech qanday yeriga o'xshamaydi. Shuning uchun Yaponiya ma'rifida yetilgan odamlar boshqa davlatga berib xizmat qilgan vaqtda, ya'ni o'zininki xizmat tartibini faqat o'zgartmaydi. Ya'ni boshqa davlatdagilar uchun bu Yaponlarning xizmat tartibi g'alati bo'ladi. Masalan, men Turkiyaga kelib xizmat qilayotgan 2 yilgacha bo'ldi. Hozir mana men mushu o'tirgan ishxonamda oqshimi soat 12:01da hatto ba'zida qonib qolaman. Cuma, shanba, yakshanba kunlari kelaman, atigan kelib, atigan ketib boshlab qilganligim uchun bu yerdagi bu binoninki guvanligini saqlovchilar hayron qoladi. Bu binoda sizdan boshqa odam yo'q, dam olish kunlarida kelasiz deydi. Ammo yaponliklarning vaqt qarashi shunday. Yaponliklarning vaqt qarashida kundalik vaqt jadvali, haftalik vaqt jadvali, oylik vaqt jadvali, yillik vaqt jadvali, 2 yillik, 3 yillik şirketlarninki ve ma'rifda shunday vaqt jadvali tuziladi. Shu vaqt jadvali bilan hayotni davom qilganlik uchun hayotdagi g'alaba qozonishi, bularninki ko'p qimmat yaratishi boshqa davlatdagilardan belgilik bo'ladi. Endi vaqt jihatdagi bularning qarashlarida qanday bo'ladi degan vaqtimizda har bir odamninki o'ziga xos bir vaqt jadvali bo'ladi. U vaqt jadvalida men garchi Turkiyada yashayapsam-mu, mana hozirgacha meningki vaqt jadvalim bor. Buni vaqt jadvalim orqali bu 2022-yildanki qaysi darslarni qanday vaqtda o'tish, bu yillik vaqt jadvalimning ichida kundalik vaqt jadvalim bor. Qaysi kuni soat qanchada bolalarga nimada haqida dars o'tish. Bu haqdagi narsalar. Bu Yaponiyadagi meningki yillik vaqt jadvalim, yillik vaqt jadvalimning ichida oylik, haftalik ve kunlik vaqt jadvalim bor. Hatta buningda kimlar bilan ko'rishib, soat qanchada nima deyishiman telefonda, darslarda qaysi mazmunlar o'tiladi, bolalarga qanday topshiriqlarni beramiz degan shaklda bu vaqt jadvalini kunlik, oylik, haftalik shaklda davom qilib boramiz. Vaqt jadvali tuzgan vaqtida hammadan muhim biz diqqat qiladigan yeri faqat ko'ngilchak bo'lmasligimiz kerak. Vaqt jadvali tuzib olgandan keyin sizning butkul hayotingiz, biz avval kundalik hayot nimamizdan boshlashimiz kerak. Vaqt jadvalimizdan eng muhim omil buningda faqat ko'ngilchak bo'lmasligingiz kerak. Sizning do'stingiz va yoki yaqin urug'-tuqqanlaringiz telefon urib, sizning vaqt jadvalingizda xizmat, o'rganishga o'rnashtirilgan vaqtlarda qahva, choy yoki mehmondorchilikqa sizni da'vat etgan vaqtda qat'iylik bilan buni rad qila olsangiz bo'ladi. Avval siz qarshi tarafdanki sizni choy, qahva va yoki sizning uyingizga ziyorat keldigan vaqtida 1 minut tuttirib, men jadvalimga qarab boqay deb, jadvalingizga qarab shu vaqtning ichida sizning qanday o'rnashtirishingiz bor. Shu tariqada mangsangiz, siz ko'ngilchak bo'lmagan vaqtida kundalik vaqt jadvalingiz, haftalik vaqt jadvalingiz va oylik vaqt jadvalingiz bo'yicha hayotingizni davom qila olasiz. Ama vaqt jadvalini o'rnashtirib, u vaqt jadvalingizdagi bir tartibda xatolik ketgan vaqtingizda yillik hayot tartibingiz xato ketadi. Bu hayot tartibingizda vaqt jadvali qanday bo'lish kerak deganda, sizning bo'libmi bizning xonim-qizlarninki, o'quvchilarning vaqt jadvalingiz sizningki maktabdagi hayotingiz bilan bog'lanishli bo'lish kerak. Soat qanchada kimning darsi bor, soat qanchada qanday bir konferanslar bor degan shaklda. Uyda yana bolalarni yo'ldoshining xizmatini qilayotgan onalardimi? Bolalarni soat qanchada maktabga olib borish, qanchada futbol o'rgatish, piano o'rgatish, rasm darsiga olib borish deganlar
hammasi vaqt jadvali bilan bo'lishi kerak. Bo'libmi uydagi xonim qizlar, ailesi var, balları var, hanım kızlarımız qanday qilish kerak degan vaqtida vaqt jadvali tuzgan vaqtimizda balalarning o'qishiga va o'zingizning vaqtdan unumli foydalanishingiz uchun vaqtingiz zish o'rlashtirilgan vaqtda murakkab tomoqlarni ichishdan o'zingizni qochirishingiz kerak. Masalan, biz Uyg'urlarning tomog'imiz nihoyatda murakkab vaqt etidi. Bizning xonim qizlarimiz xemirdan tortib hammani özümüz hazırlamasak bo'lmaydi. Shuning uchun xonim qizlarningki buningga to'laydigan badali ko'p bo'ladi. Shunlashqa siz vaqt jadvalini, bolalarning vaqt jadvalini, oilaning vaqt jadvalini o'rlashtirgan vaqtda iloji bor vaqtingizga qarab turib murakkab tomoqlarni emas, oddiy tomoqlar bilan bolalarning o'rganishiga ko'proq vaqt ajratadigan bo'lishingiz kerak. Haftalik programmalaringizda buning bilan buning ichida bolalarni yakshanba kunliklarda nelarga opirish, kitapxonalarga apırıp mutlak Yaponlarning vaqt jadvalida mening bu Yaponiyadagi hayotimda mutlaq bolalarni kitapxonaga apirish, kutubxonaga apirish. Bu demirish kunlaridagi eng birinchi masala bo'ladi. Eng birinchi masala bo'ladi. Bu bolalarni qaysi kitaplarni oladi, qanday kitaplarni o'qiydi, undan keyin bu yangi chiqqan kitaplardan haftasiga qancha tane apirish kerak, bu yerda iqtisodiy mesele bo'lganligi uchun mesela Yaponiyadagi kitaplarga ait qimmat bolalarning o'rganishiga foydali bo'lgan yangi kitaplarni biz kitapxonalardan olib bermasak, o yangi kitaplar 2 yildan keyin, 3 yildan keyin kutubxonalarga kiradi. Shuning uchun biz bolalarning hikoya va psixologiya, tantarbiyaga oid kitaplarni kutubxonadan olib berib, o'qishiga munosabatli bo'lgan, tez suratda o'rganmasi bo'lmaydigan yeni kitaplarni elbette kitapxonadan erishimizga muhtoj bo'lamiz. Yani bizdinki hayot vaqt tejasidagi eng önümlü bo'lgan vaqtimiz yig'ib aytgan vaqtida kunlik, haftalik, oylik, yillik mushu tariqada mangsak biz vaqtni tutib chiqa olamiz. Yaponlar bu jihatda nihoyatda önümlü qaraydi. Masalan, do'stlar bilan uchrashish, tomoq yeyish, birisini yemekga davet etishda shunday faoliyatlarni o'zining vaqt jadvaliga qarab turib 2 ay, 3 ay ilgari deydi. Masalan, bizning Uyg'urlarda ketib yetibli ayatlikka tomoq yeb kelamdiq, qahva ichib kelamdiq. Bunday odatlar qat'iy mavjud emas u yerda. Oldin avval sizga nima qilib siz bilan kelishib qo'yib, vaqt jadvaliga yezib o'tgandan keyin uni soat qanchadan qanchagacha, masalan, soat 3dan 4gacha Mustafa bilan men bir yerda İstanbul'daki bir yerda qahvaxonada qahva ichaman. Vaqtingiz 3dan 4gacha oralikda bo'lish kerak. Bundan ishib ketmaslik kerak. Bundan ishib ketsa kundalik vaqt jadvalingizdagi ikkinchi programmangizga ta'sir etadi. Ondan vaqtni o'tish vaqtida qarshi tarafdagi vaqtga rioya qiladigan do'stlarimiz bilan ko'proq hamkorlashishingiz kerak. Masalan, bizningki Uyg'urlarimiz ko'pinchimiz ko'ngilchak bo'lganligimiz uchun qahvaxonaga kelib saqlab o'tirsaqmi 20 daqiqa 30 daqiqadan keladi. Siz tunji qatam bunday uchrashishlarda do'stingizni bu saqlab turish, yarım soat 40 minut saqlab turishda ko'ngilchaklik qilsangiz, do'stingiz ikkinchi qatimliqda sizni 2 soat saqlatadi. Soat 3 degan vaqtida ish bitgasi 5 daqiqa, balkim trafik bo'lgan bo'lishi mumkin, balkim boshqa masala 5 daqiqani 10 daqiqa saqlaysiz. Undan keyin kelar qatim ko'rishamiz. Allohga omonat bo'ling deb ko'ngilchaklik qilmay, mesaj yetib ketaversangiz, vaqt jihatdagi jadvalingizni unutib ketalaysiz. Bu nihoyatda o'nimli bir program. İkinciden oilalarda program tuzgan vaqtda, vaqt jadvali tuzgan vaqtda ko'ngilchak bo'lmasligingiz kerak. Yuqorida buni ta'kidlab o'tdim. Uyingizga keladigan tuyuqsiz mehmonlarni, ya'ni siz bolangizning o'qishini o'nimli birinchi o'ringa qo'yamsiz yoki mehmon kutishnimi degandan buning ikkini birini tanlashingiz kerak. Qarshi tarafdagi mehmonga bugun bolalarimning darsi bor, bu soatlarda men mehmon kutamayman. Kelarki bir vaqtda, mushu vaqtlarda siz bilan ko'rishsak qanday bo'ladi degan taklifni bersangiz, do'stingizga bu o'zingizning bir samimiy yordami bo'ladi. Qarshi taraf bu sizningki bu qoidalar bilan ketayotganingizdan dastlabda ranjigandek his qilsa-mu, ikkinchi qatam bu nimaga yaxshi odat deb o'ziga qabul qila oladi. Men Yaponiyaga yangi kelgan vaqtimda Yaponlarning bu nimalari qarab, nihoyat adingachiligi yo'q ekan bularningki.
nima degan bu, nima odamlarga insonlarga bo'lgan munosabati, nima degan qo'pollik degan. Bara-bara shularning ichida muhitni yashash orqali buni ko'rib ketsangiz, bu nihoyatda vaqtdan unumli foydalana olasiz. Vaqtdan unumli foydalanish uchun kunlik vaqt jadvalimiz, haftalik, oylik, yillik bu programmalarimiz bo'lishi kerak. Albatta yillik programlarda ba'zilar o'zgarishi mumkin, ammo oilasida bolalar o'qiyotgan, farzandlar o'qiyotgan oilalarning mutlaqo shu vaqt jihatdagi jadval ichida harakat qilgan vaqtida nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ben Türkiye'ye kelgandan keyin, yani Türklerim bu nihoyat og'ir ahvolga vaqtga rioya qilmaydigan. Falon yer qahva ichaylik deydigan, soat 3'te deydigan, saqlab o'tirsangiz, geliyorum deydigan. Ben 2 qatim, 3 qatim qildim, undan keyin faqat saqlamaylik ketadigan bo'ldim. Faqat saqlamaylik ketadigan bo'ldim. Hatta bu ishmo qanday bo'ldi desangiz, mening oilamda shunday bo'ldi. Biz ma'lum bir davlatga bordik, ziyoratga berib, ma'lum bir otelning oldida soat 4 uçuruşumuz dedik, ma'qul dedik. Saat 4 bo'g'ib saqladim, 4'ün 10'u saqladim, xonimim kelmedi. 4'ün 15 o'tib ketib qoldim men. Aylanib ezib yatağa qaytib ketdim, meni de ranjigandek bo'ldi. Endi bugun ranjidim, ikkinchi qatim mashina takrorlamaysa dedim. Ben onu ko'ngilchaklik qilib saqlasam, ikkinchi qatim meni 30 minut saqladı. Üçüncü qatim 1 soat chiqib ketdi. Ko'ngilchaklik bilan men vaqtimni hamma narsani nim qilaman. Ko'ngilchak bo'lmasangizni, tabii ki bolalarınızga, ailengizga sevgingizni, hurmatingizni, buni sadoqatligingizni, kuyimchanligingizni bildirsiz. Ammo vaqt masalasi kelgan vaqtida nihoyat rahimsiz bo'lishingiz kerak. Chunki vaqt demak hayot demak. Vaqtingizni g'oyib etdingiz, bu ömrimizni g'oyib etdik degan bo'ladi. Ham bizdinki bolalarimizga, biz bilan birga yashayotgan mangulik hamrohimizga ziyonkashlik qilgan bo'lamiz. Ularni shu shaklda davom qiladi. Ondan bu hayat formulalarımız qalaymışıp, küçük bir vatanimiz bo'lgan ailemizga o'zimizdan bo'lgan mas'uliyati, bolalarımızmı muşu şekilde devam qilib hayatını o'tkazishga to'g'ri keladi. Uçuruşlarda yapılardaki vaqtiyatki qanday bo'ladi deseniz, mesela ben Mehmet isimli bir adam bilan uchrashmoqchi, u mendan cho'ng yoshda, albatta 10 daqiqa, hatta 15 daqiqa baldur berib uni saqlab turman. Bu onu kütkenligim, onu saqlaganim, onun bo'lgan hurmatim. Yani baldur berib saqlab turishning o'zi bir hurmat va ehtirom deb hisoblanadi. Vaqt jihatdan qutqa vaqtimizda qanday qilamiz deganda, yolg'iz o formulalarni tuzib qo'ymasdan, hatto bizningki kitob o'qish odatlarimizda metro, poyezd, avtobuslarda har qanday odamningki so'mkisining ichida mutlaq kitob bo'ladi. Kitob mavjud, kitobni o'qiydi. Masalan, o'qib bo'lmagan kitoblarimizni poyezd ichida, avtobuslarda yoki do'stimizni saqlag'ili qahvaxonaga bordik, 15 minut baldur berib qoldik. U yerda kitob o'qish orqali do'stimizni saqlab turamiz. Shuning uchun yaponlar vaqt jihatdan unumli foydalanganligi uchun ularning qatnash vositalaridami aeroplan, poyezd, metro, avtobus degandeklar minut emas, daqiqa kechikmaydi. Vaqtida keladi, vaqtida ketadi. Maktablardami o'qituvchilardan o'quvchilar eng oz deganda 5 minut avval kirib, sinfda o'tirib bo'ldi. Men Turkiyadami buni hozir bizning fakultetdagi bolalarni dastlabda ranjidi, 5 minut burun mendan sinf kirib bo'lamisiz, darsim qatnashmang deyman. Bu bizningki shu Yaponiyadan kelgan o'qituvchilar bilan birlikda bu qurollarni, biz bu usullarni Türkiye'deki bosh maktablarda qo'llanganligimiz uchun bu nihoyat unum berdi. Bolalar dastlabda ranjigandek bo'lgan bilan keyin nihoyat yaxshi bo'ldi deydigan bo'ldi. Hatto bolalarni vaqtdan muvofiq foydalanish uchun hozir mutlaqo ingliz tili adabiyoti va yapon adabiyotida o'qiyotgan bolalarning mutlaq hammasi bir bola oyda bir parcha kitobni o'qib, u kitob haqida o'zining ta'sirotini yozadi, butun bolalarning oldida so'zlaydi. İkinci ayı kelganda yangi bir kitobdan birini tanlab beramiz, shu kitob shaklida bo'ladi. Bolalarning vaqt jihatdagi ko'z qarashini mushu Yaponiyadagi qoidalar bilan uyg'unlashtirish orqali biz 6 oy, 1 yil bular bilan nihoyat qattiq jang qildik. Jang qilish orqali bularningki vaqt jihatdan yaponlarning foydalanish bu narsalarni %100 bo'lmagan taqdirda hozir %40% Türk o'quvchilar buni o'ziga nima qildi, mujassamladi. Vaqt jihatdagi yaponlarning foydalanishi mushundaqda. Shuning uchun bu davlatning iqtisodi bu nihoyat yuksalgan. Yaponlarning vaqt jihatdan foydalanish bu eni o'zining jo'grafiyasi, tarixi,
ve hava klimati iqlimiga bog'liq. Masalan, Yaponiyada tabiiy ofatlar ko'p bo'ladi. Dehqonlar vaqtida dehqonchilik qilayotgan odamlar, bog'vallar vaqtida mo'l usullarni yilib, har bir ishni, kundalik ishini vaqtida qilmasa, bo'ron chopqin, tayfun, bo'ron ofatlari ko'p bo'lganligi uchun tabiiy ofatlar sababidan bularning mo'l usulichi ofatga uchraydi. Shuningga vaqt jihatdagi bu nimalarga butkul davlatning ma'murlaridan tortib o'quvchilargacha hammasi nihoyatda amal qiladi. Men Turkiyadagi maktablarga nihoyatda hayron qoldim. Tozliq ishchilari bor bizning maktablarda, hatto mening ishxonamda tozliq ishchilari kirib tozlab qo'ydi. Maktablardan Yaponiyada tozliq ishchilari bo'lmaydi. O'quvchilar o'zlari tozlaydi. Hatto tualetdan tortib o'quvchilar guruhlar bo'yicha tozlaydi. Hamma odam maktabning mudiridan tortib, o'qituvchi, o'quvchilardan tortib, baldur kelib, maktabning ichi, maktabning sirtidagi o'ziga tava bo'lgan rayonlarni 20 minutdan 30 minutgacha tozalab kelib boradi. Ya'ni soat 9 da ish boshlamoqchi bo'lsak, 8:30da mutlaq biz ustal ustida bo'lish kerak. Part-time deb qo'ydi Yaponiyada. Xizmatdan sirt ishlaydigan, soatlik ishlaydiganlarmi, restoran, oshxona ishlaydiganlarmi, 8 da ishlaydigan odam 7:30da kelib ishni boshlab qo'yish kerak. 5:30da tushadigan odam ishdan 6 da tushadi, yarım soat. Siz bu şirketga ya ishlayotgan yerga 1 soat o'zingizning o'shiq vaqtini qilib berasiz. Normalda banklar atgan soat 9dan tortib 3 ishlarda deb yozib qo'ydi, 8:30da xizmat boshlaydi. 3da bankning sirtidagi ishlar taqalgan bilan, ammo bankning ichidagi odamlar 8:30-9gacha bu ishlarni davomlashtirdi. Ya'ni Yaponiyadagi bundaq bir gap bor, görevlisi bor, xizmati bo'lgan odamning oilasi bo'lmaydi deydi. Xizmati bo'lgan odamning oilasi bo'lmaydi deb. Bu deganlik nima deganligingiz? Ya'ni xizmatninki unumi yaxshi qilish uchun oilangizni bakra ko'ngil bilishingiz kerak deydi. Yaponlarning vaqtchiyatdagi ko'z qarashi ajoyib o'zgacha. Sizga bir misolni aytsam, Yaponiyada erlarninki jasorati, fidokorligi ayollarning 2 qat bo'ladi. Chunki erlar at deganda Yaponlarning an'anaviy odatida bolalar o'rnidan turib atdiganlik tomoq yapog'icha dada somkisini ilib uydan chiqib bo'lish kerak. Bolalar uyg'onib uy qaragan vaqtida dadasi bo'lmagan vaqtida, dadam nima degan tirishgan odam, bizdan sahar ketib, bizning oilamiz uchun mujodala qilib yetibdi deydigan bolalarga g'ayrat, jasorat ato qiladigan bir jushqun iroda berdi. Ondan anasimi tomoq ustida dadanglar sizlar uchun shunday qilishyotdi, mana sahar ketdi degan o fikrni bolalarning qalisi qo'yib mangdi. Bolalarning yana bir bularningki an'anaviy odatlarda bolalar akşam uxlab bo'lgandan keyin dada uyga keladi. Biz uxlab bo'lgancha orliqda dadam kelmadi. Dadam kechilab ishlaydigan yomon jasoratli odam ekan deydi. Chunki bolalarning, farzandlarning birinchi o'qituvchisi ona va ota bo'lganligi uchun ular har tarafdan bolalarning ko'z oldida ulgu bo'lganligi uchun Yaponiyadagi bolalarni ota-ona qarab nihoyat jasoratli bo'ladi. Mesela Yaponiyadagi onalarning, ben Turkiyada nihoyat buni ta'kidlayman o'quvchilarga. Sizning orzuyingiz nima deb Turkiyadagi o'quvchilarimdan, master, doktorlik o'quvchilardan so'rasak, men bir akademisyen bo'lishni o'ylayman, yo davlat ma'muri bo'lishni o'ylayman, yoki bir tadqiqotchi bo'lishni o'ylayman, yoki bir siyosiy partiyada xizmat qilishni o'ylayman deydi. Yaponiyadagi xonim bir qizvaldan so'rasangiz, men kelgusida bir yaxshi ona bo'lishni o'ylayman deydi. Yani bu yerdeki ilavatkan, mağariptin ilavatkan, özüge ilavatkan bilimni qandaqdir bir akademisyen emas, kelgüsüde men bir ana bolsam, muşu vatinim üçün, muşu devletim üçün yaramlıq farzandlarni tarbiyaleymen degan bir ong shaklini bo'lganligi uchun ulardagi ma'rifda qizlarning jasorati, fidokorligi ajoyib bo'ladi. Qarmoqda Yaponlarninki ayollari qarasangiz, nihoyat rohat ichida yashayotgan bilan amaliyotda ishlayotgan erlardan ayollarning yuki 2 bo'ladi. Chunki normalda Yaponiyada xonim qizlar bütün mashinalarni xonim qizlar qo'llanadi. Bolalarni yasliga apirish, yaslidan akilish, bolalarni maktabga apirish, bolalarninki o'xshamagan o'zining qiziqishiga oid rasm, futbol kurslariga apirishdak shundaq nimalarning hammasini onalar bejirdi. Analar bularning tomoqlarini azgilash, analarninki yuki, vazifasi 2 qat bo'ladi erlardan. Amaliyotda ular uyda rahat o'tirgan bilan ularning bolalarga kitob o'qib berish, kutubxonaga apirish, butkul vazifa bolalarning tarbiyalanishi onaga bog'liq bo'lganligi uchun
analarınki cesareti, fidakarlığı bunun da erlerden 2 kat boludu. Erler fakat yekşembe ve şembe günü demiriş boğan günleri de vallahi bilen aile bilen birigi boludu. Kağa vakıttın özü de analar özlü ballağa fidakarlık özlüdü. Canlıq misaldan birini alsam, benim bir savadışım boluduğum Koreya tillerini tədqiq kılıdığım. İkimiz bir işxanada, bir fakultetda işleyimiz, doktorluğunu birlikte tükettik. Şundaq bir yaxşı okutuqçı, Seul'da şeylerge berip, Seul üniversitelerge berip tədqiqatlarını qıp kelevatqan. Bir günü körüptüm, ben işten ayrıldığım boldum. Sizlerge kilerepli bir tamak bermen, bunun için ben mektep kilemeymen dedi. Turup kaldım ben. Vay bunun bir nimiş olgandı da. Vay nimiş oldu desem ben toy kıldığım boldum dedi. Ben şunun bilen onun dedim sen hazırgacha şundaq bir doktorluk okup şundaq tədqiqatlarını ilip berip endi bir mektepte okutucu bulup şundaq nem kılıvatqan vaqtında bundan vaz keçip endi öýede balla qarsan qandaq bular desem yo'q ben şundaq qoşal. Ben doktorluğumni bir akademisyen, bir profesör, bir tədqiqatçı buluş için emas, kelgüsüde güzel bir evlatlarını terbiyeleş için okudum. Şunun için ben toy kılgandan keyin hizmet kilemeymen, ailemde bulumen. Ben bu doktorluğumda okuşum, ailem ve kelgüsüdeki evlatlarım için depti. Ben üzerime bir xil olup kaldım. Yani çünkü o vaxtda ben Uygurca fikrim bilen, Uygurca kallam bilen, onun bilen söhbetleştim. Hazır mı naitdi 4 perzentini çoğun kılıp, naitdi yaramlık adamlarını, balları, yaxşı yerlerde okup, yaxşı hizmetlerini kılıvatıdı. Yapıllarının vakit cihetki mağrıplı boğan göz karışı umum cihetini etkanda köngülçeklik yok burada. Yani köngülçeklik kılmaydı. Vakit ciheti bilen, küllük vakit ciheti bilen, haftalık, aylık diyen şekilde mutlaka kolunuzda muşta bir dertler buluşunuz gerek. Bu dertler somkınızda buluş gerek. Açsız Fatime telefonu orada çarşamba günü bir kahve içemdik. Çarşamba günü cedveliniz karaysız. Balanızın işi var. Bunun da naiti bir yıl içinde siz naiti rahimsizlerce dostunuzun ki, uruk tuqqanlarınızın ki sizin vakit cedvelinizge uygun kelmeydiğen fikir taleplerini rədd ötəligen vakitte ikincili galbilik şekilde muş vakit içinde bağalaysınız. Yapılarının vakit cihetiki göz kararları mişinçlik toplulup otay. İkinci mağı berilgen time Amine Hanım'ın yolluğunu yapıları mağrıp ve hanım kızlar. Yapınlarda mağrıp hanım kızlar kandak bolu diye vaxtıda Yaponiyaga karısınız demokratik bir erkin devlet boğan bilen yapılarının tükkül hayatı yani dinli etikatı medenilişip ketken bir millet. Medenilişip ketken bir millet. Mesela tamak, olturuş, kopuşta karısınız Buddha dini bilen Shinto dininin etikat içinde yaşaydı bu yerde. Şu etikat içinde yaşaydı. Emiriyet karsanız, insanlardan sorsanız sizin bir dini etikatınız var mı o deyip sorsanız ya benim hiç kadar bir dini etikatım yok. Belki Buddha dini buluşum mümkün. Ata-anam Buddha'dı. Beni şundak buluşum mümkün deydi. Ama bunun tamak yiyişi, siz bilen görüşüşü, salamlaşışını tatıp yıl olturuş, hareket, hayat formülası Buddha ve Şintoizm işliyor. Yani din bir yerde kültürleşip ketken, medeniyetleşip ketkenlik için bularınki mağrıpka özünün köngül bilişip fevkulada başka milletler karga vaxtıda neyim buludu, yukarı buludu. Yaponiyadaki mekteplerde karısınız mağrıpta. Mesela ben kızlar Katolik Üniversitede üyede ders verdim. Her biri 3 katın dersim vardı. Katolik Üniversitesi, Kızlar Üniversitesi mutlak hemizin Katolik dini buluş gerek emez. Okşumagan dindikilerim vardı. Hem de o iştariyadaki Vatikan'ın aşkan mektebi boğalık için fakat Kızlar Katolik mektebi degen. Şunun bu okşaş mekteplerde mi? Ceynek'nin üstüge koptiki ilişki olmaydı. Sizin yukarısına yok iki ilişki olmaydı. Mektepnin Katolik Kızlar Üniversitesi ve başka Kızlar Üniversitesi ahlak sakçıları bulundu. Kızlar işten kirgenden keyin şundaq şekilde bolsa, çaşları boyalgan, altınlarını takıvagan, tırnakları boyalgan şu şekilde bolsa, 3 ketim buları agahlandırış berdi, onun için mektepten çıkarıp gitti. Yani bunda kızlarını ben görmedim. Kızların köpüncüsü küçük yaşta bolgandan keyin bularla kaltı yopkularını kiyişki yaxşı görgenlik için mektep kelgende normal usul yopkuları bilen kirip, mektepten çıkkanda poyez stansiyaga obernilarga kirib, toiletlarga kirib, yo'qisida qatlab yuqori chiqib, kaltı oladi ular. Yani ahlak saççıları yok yani da bir küçük kızlar özününki. Ama mekteplerinin içindeki özününki annenevi ahlak qarashlarga uygun bo'lmagan o şekildeki kız oğullarının münasebeti naiti qattiq cheklangan.
Ben Türkiye'de mesela sınıfın içinde olsun, fakultette olsun, metrolarda olsun, kızlar bilen oğullarının münasebeti bulup mu bir yerde naik köp kullanılan kelime aşkım, hayatım, sevgilim diyen gap diyen bir yerde normsuz gapken Japonya'da bir kız bilen bir oğulunun ki mektepten hemen keş çıkımen saat 1 çıkıdı mı? Bir kız bilen bir oğullarının kol tutuşkun ne? Ya metro, ya polis istasyonu hiçbir yerde görmedim. Fakat bir kıtın bir kızıl çırak yıkılgan yerde trafikte bir küçük kız bal bilen bir o toluksuz balla oturdum ballarım ki bir kız bal bilen bir oğul bala koluna tutuşup ketip gitken akıdın Japonca kimono kiygen kızıl çıraktın üçünü saklap duruyotgan bir momay kelip kolu vurdu. Vay edepsizler bizden enenimizde yok kişini koçuruk kıtmaya ovatsızlar depti. Çıkı bala ilgilip gidip salam verip kapıma biz edepsizlik kıldık dedi. Şundan karab hayran kaldım da. Ameliyatı yapılanınki yani mağrip sistemleri işçide kanda deseniz bulanınki başlangıç mektepten yaslidin tartıp toluk oturucu boğan mektepte dinli ders bulmagan bilen ahlak dersi var buladı. Ahlak dersi ötüdü. Ahlak dersi de hatta şununla dikkat kıldıkken o bular. Kişiler otursun ki ilim verin, pul karz verip duruş, muşnunguçı boğan ahlak kaidelerini öğütüdürken. Yani bunlarda ahlak kaidelerini öğütüdürken. Bu ahlak kaideleri yetilgenlik için belgilik cihette ballarda ahlak, yani bu ahlak dini ahlak olması mı? Buddha dininin ki medeniyet işi, kültürlü işi şeklinde bulur. Mesela her kandak yerde bir aşxanaga bir yer kirsiniz, u yerde tamak yavatkan kişiler şu özünün eneneniz kaysı dinde olsun yani kollanım şey ekip itaat kıymas. Yani bizimki Müslümanlarınki Bismillahirrahmanirrahim degende şu şekilde mağdur. Sınıf karsınız mı? Sınıfta ballarının oturuş kopuruş o kopuşuda paketlemiş şu eskeri şekilde oturdu ballar. Mekteplerde ballar okutuşlarını kögen vakitte kilip aldı da salam beri bitip hakkını oynanlar degende andan ruhsat olur. Ballarının okutuşlarını hürmetlişi, mektep kişilik ahlak bu nizamnamılar naiti katlık boğalı için Japonya mağribideki kızlarınki terbiyelenişi başka devletler karganda fevkulada yani ahlak dersleri, mektepteki özünün enenevi karaşları bu boğalık için. Yani üyedeki kızlarını terbiyeleş başka devletler karganda. Mesela şahsen ben Türkiye'ye karganda Japonya'daki kızlar mağribini evzel gördüm. Evzel gördüm. Yani üyedeki ballarınki neyse. Benim hatta benim tecrübemi depresem benim küçük kızım demek eken küçük kızım demek ki bir yıldan yıllar Japonya'ya bir okusu olur diyen niyet geldim ben. Çünkü bir yere geldiğinden ballar birincisi bek yaptan bakıştırırken ikincisi Japonya'daki ballarınki de iPhone işletiş, mektepte telefon işletiş çeklengen fakat mektepten kıtlaygen ölçemlik bir telefonlarda şunu işletiyordu. O telefonlarda başlangıç mektepte atanesi ya ki kardeşi 3 kişi yıla telefon kakalı buldu, 3 kişi telefon kilidi şu şekilde. Andın oradaki mekteplerin içindeki türlü faaliyetler, medeni faaliyetler, andın mekteplerinin hemmisi de umumyüzlük uniform, ortak bir kiyim geldiği için mekteplerin içinde kimnin baylığın balası, kim kembegal, kim bu digenle unda şencimi yok vallahi beraberlik ortaklık buludu ki. Mesela benim kızım kilip bir yıldan keyin 6 ay boğan vaxtida kilip sınıfta vallahi yaklaşıkken maşinisi yok adamlarını yoksuz deb hesaplaydık bir yerde. Kolida iPhone bo'lmagan adamlarni undaq deydigan. Adidas oyoq kiyimlarni bundaq deydigan. Deydigan maktabdan o'zininki nimqalardan hayron qolgan narsalarni menga so'zlab berdi. Shuning bilan boshqa yaponiyalik biz bilan birlikda oilalarni, ularni bolalarni qaytirdi. Biz bolani qaytirdik. Aşağıda nimqalardi. Yig'ib yetgan vaqtida Yaponiyadagi qizlar ma'rifininki qo'yiladigan, o'g'illar ma'rifi bo'lsin qo'yiladigan talab nihoyatda qattiq. Hatta bazı mekteplerde o oğullara uzun yaş koydurmaydı. Uzun yaş koydurmaydı. Fakat işte bir santıla üst boğuç kırıp itidiğen bizden aşı enenevi aşında usullarımız bulunduğun vatanda çaş koymaydıgan. Çünkü bizden bu vatanda çaş koygan adamlar Xitay'ın dorap kaptı da uzun yaşına ait burullarda yaman elinde 80 yıllardaki bu umumi şirkette hazırmış o otur mekteplerde toluk oturda vallahi şekilde çaş koydu. Nayet kısık yaşlarını. Benim oğlumu oturmaktan o kaçan bir üniversite çıkıp uzun yaş koyan ben. Çünkü mektepten kuralları şundak boğalık için kızlar oğullarınki terbiyelenişi, ahlak derslerde terbiyelenişi, insani münasebetler için boğan, yürüyüş duruş için boğan nimelerde nayet
belgilik bir ünüm boludu ekan. Yaponiya bilan meyanidin seliştirsak, mesela Türkiye'de kızlarınki çıkıp tutun almak oturduğu işi bek eğir işken bu. Televizyonda mı şundakken bu Yaponia'da naydı ahlaksızlık hesaplanırdı. Karşı tarafını fakat kölge ilmi alıp bulup mu kızlar şundakkaga vaktida naydı edepsiz terbiye görmegen kız geldi değildi. Kızlarınki oturuş kopuşu da kol nerede buluş gerek, eğiz kayada buluş gerek, boyun kanda buluş gerek diyen şundak bir yani kızların yürüyüş duruştaki şu noktalargacha kızlarga marif terbiyesini ügütüdü. Mesela tutma almashtırıp oturuşunun özü bel ağrığını keltirip çıkırdı. Umut kılanınki soňak üsüp kaladigan muşendaq beden insan vücut boladigan soňak ağrıqlaryny keltirip çıkırdı deydigan ularda bir derslikler boğaldık için ballar bununla bek dikkat kıldı. Ballar bununla dikkat kıldı. Hatta meniki ayran kalkırım bana azı Türkiye'de sizler bunun birisler tizden töven yok kiydigan, geynektin peskişi boğan, köňle kiydigan asas şertin hem de bu elbette bir yerki Müslüman kızlarını hesaplamaganda kağalları bek nim bolup ketkende, öyle garipleşip ketken. Yaponiýada sırttan karşısınız demokratik bir devlet, erkinlik işine ketip atkan bir devlet ama özünün enenisini marifıqı sındırıp etken bir devlet. Bütün dünyadaki marifı karaydıgan bolsunuz 9. ayda başlandı, 6. ayda ahırlaşıdı. Yaponiýada undaq iş yok. Yaponiýada bütün mektepte 3. ayının 20'sinden 25'igacha mektep bitiriş. Mana maş ay. 20'sinden 25'igacha mektep bitiriş tügeydi. 4. ayının 5'i 6'sından tartıp yeniden mevsim başlandı. Muşu özünün enenevi marifeti kilovatkan enenisini özgertiş için devlet meclisi de yani parlamentte köp ketim talaş tartışıp oldu. Parlament talaş tartışıp olup fakat bir mektepnin özgertmeyli diyen talepini koyuptu. Kalan bütün mektepninki parlament azaları bununla karşı çıkıp bunu bizden enenevi adetimiz kilovatkan bunu özgertiş gibi olmaydı diyen talepini koygaldık için hazırgısı şu şekilde gitip bunu özgertmezki sebep ne oldu ise 3. ayının 20'sinden iki hafta bunlar da Sakura bayramı buldu. Çiçek bayramı bizdekirekte. Bizde Novruz bayramı degende çiçek bayramı buldu. Çiçek bayramının özü Yaponiýada yani Japonlaryň eski kalendary boyunca kadim kalan. Yeni yılının başlanğanlygy, yeni işden başlanğanlygy bolganlygy üçin mekteplerinin başlanışı ve tamamlanışını özünün enenevi şu şekilde yapmağa. Enenevi şu şekilde yapmağa. Türkiye'deki mektepler karşısınız hazır. Hem yerde İngilizce kitap. Mekteplerde bütünlüğü İngilizce olmamış peki. Yaponiýada undaq iş yok. Yaponiýada undaq iş yok. Ballağa yakınlıklı bir kança yıldan burun başladı. 3. yıllıktan tartıp yani tallaş dersi şekilde İngilizce dersleri başladı. Onun aldığındaki derslerde başlanmıştı. Çetellikler kilip mesela Türkiye'den gelen, Mısır'dan gelen çetellikler hepsi bir Japon tilide Mısır degen kandak bir devlet, Türkiye degen bir kandak devlet. Yani halkaralık bir medeniyet almaştırış şekilde ders edip bağa. Bir yakınki bir kança yıllardan tartıp bular fakatla İngiliz dili marifini başlanmış mekteplerden başladı. Lekin bütün mekteplerde İngilizce ders tutulan bir kısım vasiladayımız, Tokyo Üniversitedeyimiz, halkaralık bölümlerde çetellik okuguçlar çıkıp olan bölümlerde İngilizce. Ama özünün mutlak marifi de özününki nimisini yapmağa. Enenevi marif şeklinde yapmağa. Yapılanın enenevi marif sistemimiz kaçan şekillengendiği vaxtıda Meiji dönemi yani Meiji devirden başlanğan bular Garip medeniyetini ügünümüz deyilgan. Garip medeniyetini ügünümüz diye vaxtda bular köplüge okuguçlarını evetken. Fakat üyeriki ügündeğen neyse eğilimpen. Ama bizden özümüzdeki güçlük medeniyetimiz ve özümüzün dinli etikatı boğalık için uladın hemini küçürüp gidiş şart emez diyen uladın bir felsefi qaraş var. Şunun için Hristiyan dininin tarqılışı karşısınız, Hristiyan dininin tarqılışı tarihi Kore'ye qarğa vaxtıda Yaponiýada baldır başlanğan. Hazırkı onunki nispetini qaraydigan bolsanız Yaponiýada Hristiyan dininin tarqılış ahvalı fevkalade emas. Kore'de naiti yuqur suratda protestan, katolik dilleri qabul kılınıp bularning garipleşişi nait tezleşip ketken. Yaponlarda özünün enenevi etiqat, enenevi medeniyeti küçük bolganlygy üçün Hristiyan dini başka dillerinin tarqılışı nispeti fevkalade töven bolgan. Yani jigip etken vaxtda nima deseniz Yaponiýadaki
Kızlar ma'rifi olsun, oğullar ma'rifi olsun. Bu ma'rifdeki ortak dersliklerde ahlak dersi. Yani bu ahlak dersleri yalnız başlangıç otur mektepte emas. Yani ballarını şu yesliden başlap nemi yetildirgenlik için ballarınki ortak ahlak karşıda yani belgelik bir neticelerini algan bir ma'rif sistemi iken dep özüm aytdı bularınki bu narsaga hayran qalaman. Mesela qarsanız nurulgan devletlerde bizde mi şundaq bir qarash var. Yezikni o'zgartgan vaqtida, latin tiliga o'zgartgan vaqtda taraqqiyotni qo'lga keltirgili bo'ladi. Bu nayta ahmoqona qarash. Mesela Türkiye'de Cumhuriyeti qaraydigan bo'lsangiz, Osmanlı davridagi yezikni o'zgartdi. Yani Arap elifbasi asosiy yezigidagi bizdagi yezikni o'zgartdi, latin yezigi o'zgartdi. Cumhuriyetning 23-dan tortib hozirgacha taraqqiyot nagacha bo'ldi? Yana o'xshash 2816. Japonlarga qarasangiz, katakana, hiragana, kanji 3 xil harf bilan yozildi. Yezigini hech nimasini o'zgartmadi. Madaniyatini o'zgartmadi. Faqat g'arbning bilim fanini o'rgandi. Yaponliklarning Angliyaga tunji qatim yevatgan o'quvchilari qaraydigan bo'lsangiz, shu o'quvchilardan shunday farqlanadi. Chunki Yaponiya madaniyatida erlarning favqulodda rasm, so'rinlarda kulishini, ya'ni bu bir erkeklik, bu samuray ruhidan deb qaramaydi. Mesela Yaponiyaning Angliyada o'qib keyin shu Meijidin keyin Amerikaga berib, Amerikada wine şarap harg'ini ishlab, Reagan Zongtongninki Cumhurbaşkanı Prezident Reaganning alayda mukofotiga erishgan bir tadqiqotchisi bor. Shu odamdan shunday faxrlanadi bular. Bu hayotida kulib boqmagan, bu hayoti bo'yicha samuray ruhi bilan kelgan. Deydigan shunday an'anaviy qarashlari hozirgacha. Bular yezik o'zgartmadi, ma'rifini o'zgartmadi. Yana qarsangiz, her yili ximiya, fizika, matematika, tabiiy fan sohasida nurg'unlagan odamlar Nobel mukofoti oladi. Yani fen texnikisi nimisde aldın qatarda. Bir millet özünün medeniyetinden, dininden, yeziğinden keçivetkende taraqqıldı degan gapning o'zi bu ahmoqona gap. Bir millet özünün an'anasida, e'tiqodida, medeniyetini saqlab qoladigan vaqtida boshqa guruhdagi insonlarning alayda javharlik yerlerini o'rganib, o'ziga tatbiqlaydi va o'zini saqlay oladi ekan. Bununla ben yani ülke qilib Yaponlarninki Moşu Meiji davridan tortib hozirgacha ilib berayotgan madaniyat, ma'rif sistemlariga qarab, nayta hayron qolaman. Yaponiyada oliy maktablarda 90 minut ders o'timiz. 90 minut ders o'timiz. 90 minut jarayonidagi o'quvchilarning o'tirishi, qo'pishi, mushu narsa. Men Yaponiyadagi ma'rif sistemida o'tilayotgan darslarni shu shaklda o'tganligim uchun mening miyakaga o'quvchilarim nayta voy sizning mushu usulingizdan biz nayta nap oldik maliya. Boş usulumuzdan nayta nap oldik deydi. Mesela fakultetin müdirlerimi, rektörlerim ne çıkıtı ben bilen söhbet ötkazdi. Qanday şekilde ders ötüvatsınız siz? Bu ballar sizinki dersiniz bek katlaşıp bek yaxşı ünümlerge erişivatıdı dedi. Yaponiyada ötüdüğün usul canlılık usul. Canlılık usul. Yatlıkıp kurup kağızla yazıldığı işlemez. Bütün nersini okuyuculara verip koyup, okuyucular bilen okutkucular yetekler şeklinde, tatbikat şekilde yapmalısınız. Yani izleniş şekilde yapmalısınız. Bu şekilde ilip bağa vakitte ma'rifning önemi fevkalade yukarı bo'ladi ekan. Hani mendek bir Uyg'urningki 20 yil Yaponiyada yashash jarayonida Yaponiya ma'rifidagi shular bilan aralashish, shular bilan suhbatlashish orqali o'xshamagan davlatlardagi ma'rif sistemlarininki shuning selishtirgan vaqtida Yaponlarning axloq nuqtasidan bo'lsin, ma'rif nuqtasida. Başka jihatdan bo'lsin, belgilik unumga naytı erişelerinden bir milletken de oylayman. Elbette bizden bu Uygurlarınki, özümüzünki xas, Karaxanilar devrigiçi boğan naytı özümüzü xas mükemmel medeniyetimiz, ma'rif sistemimiz boğan. Keyinki vaqtda biz bu ma'rif sistemlerimizge özümüz sahip çıkanmağalığımız için, yani ma'rif sahibimizde belgilik özgürüş boğan, şundaqtımı, yani Ruslarning ma'rifi, Kazan ma'rifi deymiz, Kazan Tatarlarning ma'rifi deymiz, şu ma'riflardan ülge elib, Celirizm hareketininki Şarq Türkistan tuproqlari yeyilishi bilan, yani Uyg'urlar o'ziga xos bir ma'rif sistemlarini yaratgan bo'lsa-mu, ammo keyingi vaqtda o'zida bu ma'rifimiz o'zimiz sahib chiqmoqligimiz uchun Xitoy kommunistlari tarafidan osmonasiya qilinib ketdi. Yaponiya ma'rifidagi qizlarninki ma'rifi umumiy ahvollari mushundaq. Mesela sizga bir misol aytsam,
bir kız bilen bir oğul muhabbetleşiyotgan bolsa-mı, aşxana kirgandan keyin hemmisi o'zining pulini o'zi to'laydi. Bizden Uygurlarda mesela bir yere tamak kirgan vaqtimizda ko'pincha erlar pul to'laymiz, qizlar pul to'lamaymiz. Kızlar pul to'lamaydi. Meningki xizmatdashim Koreya tilida tadqiqotchisiga dastlabki biz xizmatda birga bo'lgan vaqtimizda kechki tamoqqa birga chiqaylik deb, kechki tamoq birga chiqib, men pulni to'layapsam, voy nimda sen mening pulimni to'layapsan deb hayron qoldi. Va bizning Uygurlarda mushtar odat bor, qizlar bilan xonimlar bilan chiqqanda o'g'illar to'laydi desam, ya men buningki o'zim to'layman. Bizde bunday odat yo'q dedi. Endi turmushdagi oddiy ishlar bizga bilinadi. Lekin bularning o'zining o'rib odati, ma'rifi, madaniyati shunday yashaganligi uchun Yaponlar hozirgacha dunyoning hamma yerida shu yerda yashaydi. Hozir bir yerda biz bilan birga dars o'tayotgan, men bilan birga kelgan xizmatdoshlarim bor. Ya'ni shularni vaqt jihatiga qarshi xizmat hamma jihatga Yaponiyadagi ma'rif sistem bilan o'xshash ketyapti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ben 1 yıl durdum. Aş Üniversitesi'nde. Aş Üniversitesi'ninki Japon eğitim bölümü, yani Japon Dil Fakültesi, Japonlar özü kurgan fakültet. O paketla o kurulgan fakültet Çanakkale 18 Mart işidi olgan bilen üniversitenin işidi. Onun içinde hizmet kıldıqanlar, memurlardan başkası hemisi Japonluklar. Sistemi Japonluklar boğalık için o mekteptinki Japon Dil Fakültesi Avrupa boyunca birinci. Avrupa boyunca birinci. Yani kızlar şunda qilaqi zarlandı, bek tüzüm qatdı, bizge unda qilaqi nim qildi, zulüm saldı deb uyerdekiler bek qaqşaydı. Ama uyerde Japon tili öğrengenler nayetli bir yaxshi neticelerni qazanganlık için ötken yıldan tartib Ankara İctimai Fanlar Üniversitesi, yani Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye'de tuncu ketim kurulgan İctimai Fanlar Üniversitesi'ne bular Japon tili edebiyatını tercümanlık ve mütercim bölümlerine başladı. İngiliz dili edebiyatını başladı. Bular muazzamda yuqur puanlıq oquvchilarni elib, nəhayət süperlik adamlarını tərbiyələyimiz degan nim bilan bizni bu yerga yo'tkab keldi. Biz bu yerda 38 o'quvchimiz var. Yapon tili edebiyatida nim qilayotgan. İngiliz dili edebiyatida 100 dan oshiq o'quvchimiz var. Shu shaklda ketyapti. Ya'ni bu yerdagi bizningki, masalan, men ingliz dili edebiyatida İngiliz dünya edebiyatı ve İngiliz şeritini ötüme. Ötken vaxtında bu sistemam benimki Türkiye'nin marif sistemisi veya ki Anglia'nın marif sistemisi demez. Japonya'da bu derslerini qandaq şekilde ötken bolsam azı şunda koyup bunun önümü körleyenlik için senin derslerini açık ders kılaylı, muşlan hakkında bir konferanslarını orlaştıraylı. Japonların bu marif tecrübeleri naitli bir faydalıkken şunun için bunu nim kılaylı davatıdı. Kitaplarla karaydıgan bolsanız şembe günü kitaplarını toşup tutudu. Kütüphaneler toşup tutudu. Karşımız ata-analar, köpünçü analar, ballarını aşağıya ekilip kitap tanlap beriyotgan, ta'tilda manchbach kitap okuş kerak deydigan mektepninki topshiriqlari bo'ldi. Manchbach kitapdan o'zining ta'sirotini yozdi, ballar resimlerini süzdü. Bu canlıq bir şekilde. O piyanoga hamma aile baramagandan keyin kitap okushmasdan kitaplar hatsiz kütüphanelerde o kitaplardan hammadan foydalana oladigan bo'lgandan keyin bizim albatta chet eldagi o'zimizning iqtisodiy ahvoliga qarab kitapxonalarda yeni kitaplarni ilish shart emas. Bolalarning darsiga munosabatli bo'lsa, uni ilish kerak. Bu kitapxonalarga borsangiz, kitaplar yaxshi bo'lgandan keyin kitap o'qitishni yaxshi tutsak, yaxshi bo'ldi deb qarayman.